Ketdi. Xo'p, assalomu alaykum hammaga xayrli kech. Bugungi sizlarni master klassimizni ikkinchi qismida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun o'sha Alisher akam bilan xudo xohlasa master klassimiz ikkinchi qismi bo'yicha aynan qolgan KPI'lar, loyihadagi eng muhim bo'lgan KPI'larni tahlil qilish usullari, har bitta KPI bo'yicha to'g'ri xulosalar, to'g'ri qarorlar qabul qilishimiz, qanday foydalanishimiz bo'yicha suhbatimizni davom ettiramiz. Alisher aka, xush ko'rdik sizni. Ha. Demak, o'tgan safar biz scope bo'yicha o'tdik, schedule bo'yicha, finance, budget cost bo'yicha o'tdik. Keyin o'tgan safar bitta savol qolgan edi. Change order bo'yicha, earn foiz то, что этот qanchagacha приемлемоda, изменение o'zgarish bo'lsa qanchagacha savol kelgandi. Men keyin feedback degan bor, kontraktlar standarti. Как project managementda PMBOK bo'lsa standart, kontraktlarda feedback borda, feedback standart bu. Qanday qilib shartnomalarni tuzishni o'rgatadi u feedback. Feedbackda shunaqa narsa bor, kitoblardan tashkil topgan, demak, qizil kitob bor, bu faqat constructionga taalluqli. Sariq kitob bu design bilan construction, EPC proyektlarga seri kitob, bu kitoblardan tashkil topgan, uni podpiska olib, undan foydalanish mumkinda bu fizikda. Fizikda shunaqa punkt bor ekan, yozilgan hozir. Как раз shu haqida yozilgan. Plus minus earn foiz agar o'zgartirish bo'lsa, bu byudjet qayta tasdiqlanishi kerak. Demak, rekomendatsiyasi bor shu fizikda. Так что agar sizlar ham kontrakt o'qiganda, IT'dami o'qiganda shu punktdan kiritsa bo'ladi. Demak, если scope, объем, hajm earn foizdan kamaysa yoki ko'paysa, bu объемni ko'rib chiqish degan punkt. Как бы международный xalqaro standartlarda fizik shunaqa rekomendatsiya beradi. Bu как бы qo'shimcha ma'lumot sizlarga change bo'yicha. Demak, keyingi mavzumiz bu quality, ya'ni sifat bo'yicha KPI. Bu sifat bu nima bu? Qilgan mahsulotimiz texnik talablarga javob berishi yoki javob bermasligi, standartlarga, kontraktda ko'rsatilgan yoki spetsifikatsiya ko'rsatgan standartlarga bu bizni olib kelgan mahsulot yoki оборудование standartlari to'g'ri keladimi? Bu standartlarga standart o'zi avvaldan ikkita standart bordi O'zbekistonda. Bu Rossiyada GOST SSRdan qolgan IBOR, ASME, Amerikan standarti. U ko'pchilik hozir EPC proyektlarda Amerika standarti qo'llanadi. Biron оборудование yo metal bo'lsa, kontraktda yoziladi-da, Amerika standarti ASME. Hozir Xitoy ham shu o'zini mahsulotlarini Amerika standartiga to'g'ri qilyapti-da, чтобы jahon bozoriga chiqish uchun. Buyurtmachi kutilmalarini o'qilish, qondirish, bu quality bo'yicha KPI'lar bu. Основной narsa, asosiy bo'yicha bu qayta reworklarni ko'payishi, kamayishini nazorat qilish. Chunki rework agar ko'paysa, bu bizni jadvalga ta'sir qiladi. Qo'shimcha ish bo'ladi, qo'shimcha ish bu jadvalni suradi o'ng tomonga. Jadval sursa ham ikkinchi tomoni bu xarajatlarni bizni ko'paytiradi. Yangi ishlar paydo bo'ladi, qayta ishlanadi, material isrof bo'ladi. Oqibatda bizni investorimiz norozi bo'ladi. Jadval surilsa, xarajatlar ko'paysa, o'tgan safar buni ko'rgandik. Asosiy KPI bu 3 ta narsa. Bu birinchisi first pass yield, ya'ni bu astronom ishlab chiqarishga hisoblanadi. Agar biz 1000 ta mahsulot ishlab chiqarsa, o'shandan 26 tasi brak bo'lsa, 24 tasi qayta ishlansa, demak bizni 94% tashkil qiladi, effektiv.
effektivlik darajasi. Inspection pass rate bu ko'pchilik qurilishda hisoblanadi. Demak, 120 ta ish topshirilgan bo'lsa, buyurtmachiga, zaказчикка shundan 96 tasi qabul qilinsa, demak, bu 80% ni tashkil qiladi. Bu yerda ham o'zini anonsi bor, KPIsi, demak, 90% dan tepa bo'lsa, bu demak, bizning ishimiz sifatli bo'lyapti, sifatli ketyapti degani. 70 dan 90 gacha o'rtacha, 70 dan past bo'lsa, bizda muammo bor sifat bo'yicha. Значит, bizda reworklar ko'payapti, значит, bizga xarajatlar, jadvaldan kechib qolyapmiz, как signal. Также test success rate bu ham shunaqa, bu ko'pchilik ITda hisoblanishi kerak. Qancha yozilgan kodlardan qanchasi unumli, qanchasi unumsiz. Alisher aka, shu joyda menda bor edi, savol bor edi. Hozir formula bo'yicha total number of product manufactured deydi. Ya'ni ishlab chiqarilgan to'liq produktlar bo'yicha gap ketyapti. Ana ma'lum muddatda, 1 yil davomida. Lekin proyektlar borki, proyektlar qanaqadir qurilishda, misol bino qurilyapti-ya, binoni qanaqadir fazalarga bo'lib tekshiriladi yoki misol ITda misol uchun dasturlar qilib beriladi klient uchun, oxirgi etapda fazasida u sifat tekshiriladi yoki faza ham sifatini tekshirishda qanaqadir kiritish mumkin yoki bormi o'zi? Yo'q, bu как раз first pass yil bu ishlab chiqarishda hisoblanadi. Bu oson. Masalan, bir oylik ishlab chiqarish количествоsi olib stroykada siz aytganda inspection pass rate bu masalan asosiy qurilishda 25-kun, oyning 25-kuni siz anot topshirasiz, dokument ITD da qurilgan ishlar bo'yicha отчет topshirasiz. Shundan masalan 25 ta fundament qilgan bo'lsangiz, 25 ta fundamentda siz dokument topshirasiz. Shu 25 fundamentdan necha foizi o'tadi, necha foizi o'tmasligi. Chunki ichida anavi bo'lishi mumkin-da, biron brak bo'lishi mumkin. Sex nadzor qabul qilmay, zakazchi qabul qilmasligi mumkin. Shunaqa. ITda men o'zi ITda ichini bilmayman, ular qanday topshiriladi, no bilaman, kodlar bo'yicha quality control qilishadi. Baklar bormi, yo'qmi, shular bo'yicha. Ular ITning ichida quality control specialistlar bor, ular tekshiradi shu dasturni qanday ishlash, bak sistemada bormi, yo'qmi, shunaqa. Hozir mana quality bu logikasini tushunmoqchimanki, proyekt yakunlanguncha bo'lgan jarayonni shu proyektni sifatli qilib topshirib berish, lekin bu operatsion jarayonga o'tib ketgan loyihani u jarayondagi quality'sini tekshirish haqida gap ketmayapti, to'g'rimi? Da, bu quality control proyektni boshidan oxirigacha ketadi, to'xtamaydi. Постоянно, agar proyekt 3 yil bo'lsa, u 3 yil har oy, 3 yil har kuni bo'lishi mumkin даже quality control. Chunki bu quality control, men oylikni aytdim-da, quality control bor har bir yetkazilgan mahsulot. Demak, qurilishda qanday siz biron truba olmoqchisiz Xitoydan. Xitoydan truba olmoqchisiz. Siz birinchi quality control manufacturing zavodda qilasiz. Quality control keyin mahsulot kelganda uni отгрузка qilinadi skladda. Bu yerda quality control qilasiz. Yana uchinchi quality control o'zi plashatkada uni o'rnatgan paytda uchinchi quality control. Demak, bu постоянно bo'ladigan narsa. Как plan check do shunaqa. Protsess. Defektlar bo'yicha endi KPI'lar. Bu defect rate, bu har bir masalan o'zi kompaniyada standart bo'lishi kerak, har bir 100 yo 1000 ta ishlab chiqargan narsa qancha nuqson chiqishi. Qurilishda bu NCR count, ya'ni NCR xato qilingan yoki brak qilingan narsalar bo'yicha. Bu yerda o'ng tomonda ko'rsatilgan har bir brak qilgan narsa отчет sifatida anavi qilish kerak, rasmiylashtirish kerak. Qayerda bo'lgan, qaysi skop brak bo'lgan, nima brak bo'lgan,
shunaqa dokument oformlat qiladi. Bu dokumentni o'tgan safar ko'rgandek reyestr change order reyestr bo'lgan. Bu yerdan NCR reyestr bo'ladi. Shu reyestrga to'plash kerak, ko'rish kerak. Tendensiya qanaqa ketyapti, ko'payaptimi, kamayaptimi NCR, qaysi joylarda NCR. Shunga qarab kontraktor xulosa qilish kerak, yaxshilash kerak shu tomonni. Bu yerda bizda основной red flag agar first pass yield 90 dan kam bo'lsa, xuddi shunday biz standart qilishimiz mumkin. Inspection rate pass rate'dan 90 dan 80 dan past bo'lsa bizga red flag, test success rate'dan qanaqadir kompaniyada standart kiritsa o'zi 80 yoki 70% past, значит bizda qanaqadir problema bor. NCR tez ko'paysa bu bizga red flag yoki reworklar qayta yangi xatolar bo'lsa, bu 5-10% dan ko'paysa red flag. Agar biz qilgan ishlari zaказчик qabul qilmasa, demak biz fundament qilganmiz, fundamentda braklar ko'p, u zaказчик olmayapti, значит zaказчик qabul qilmasa bizga оплата qilmaydi. Bizga bu byudjetimizga ta'sir qiladi. Punch list bu nima degan? Punch list bu shu braklar yo qayta ishlaydigan yo xatolik bo'lgan narsa, bu reyestr punch listda ko'rsatiladi. Bu fundament shunaqa xato bor, qizil bilan yonib turadi, buni anavi qilish kerak. Qayta ishlash kerak yo yaxshilash kerak. Shu punch listlar xatolar yopilmasa, bizga bu red flag. KPI bo'yicha shunaqa anavilar, KPIlar bor, quality control bo'yicha. Savol bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Ulug'bek aka, Said aka, savollaringiz bo'lmasa davom etsa bo'ladi. Alisher aka. Bitta anaqa 5% bilmadim, project kattaligi men juda katta bo'lsa kerak deb o'ylayman. 5% qanchalik anaqa katta hisoblanadimi? Rework bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa IT yo'nalishida agar 5% katta yoki kichikligimi? Endi bu ham proyektda bog'liq, bu просто rekomendatsiya, har bir kompaniya o'zini ichki standarti bo'lishi mumkin. No, katta proyektlarga bu 5%, 10% ga ruxsat beriladi. Chunki birinchida first pass yield bu 90% da. Bu degani 10% rework bo'ladi yo nimadir bo'ladi deganda. Tak любой yaxshi kompaniya, stроительный kompaniyadan bu narsa rework bo'ladi baribir. 3 yil, 4 yil ichida katta srok. Shuning uchun ish hajmi katta, shuning uchun bo'lib turadi bu qurilishda. Rahmat. Resurs bo'yicha KPI, biz resurs deganda 3 ta narsani tushunamiz. Bu inson resurslari, texnika va material. Har uchalasi bu jadvalga ta'sir qiladi, bizni byudjetimizga ta'sir qiladi. Chunki resurs ko'paysa, значит bizni kostimizga uradi. Или resurs kamaysa, jadval suriladi. Ish jarayoni sekinlashadi. Bizda основной KPI'lar bu yerda birinchisi bu labor productivity, ya'ni ishchining unumdorligi. Bu nima degani? Masalan, bizni qurilishda fundament qilgan paytda har bir fundamentni bir kishiga masalan bir ko'p fundamentda anavi norma bor. Bir kunda bitta ishchi bir ko'p fundament qilish kerak. Xuddi shunday IT ishchilariga ham bo'lish kerakda. Bir soatda yoki bir kunda qancha kod yozilishi. Agar bu
bir kub betondan kam qilsa, значит, uni ishni productivity low'da, unumdorligi kam, значит, bitta ishchi emas, ikkita ishchi kerak. Ishchilar ko'paysa, bu byudjetga ta'sir qiladi. Xuddi shunday texnika bo'yicha. Agar bizni obyektimizda texnika bo'lsa, texnika unumdor ishlatilishi kerakda. Bir joyda turmasligi kerak. Ko'p joyda, masalan, ko'ramiz, kranlar turadi, kun bo'yi ishsiz. Demak, bu yerda unumdorlik past. Idle time bu как раз bekor turishi, texnikani qurilishda olib kelgan samosval, traktor, kranlar bekor turibdi, uni ishlatmayapti. Material waste bu material isrof qilish, demak, brak qilish, noto'g'ri ishlatish. Resurs variance bu plan fakt resurslar. Qancha plan bo'yicha qancha resurs bor edi, po faktu qancha resurs bor. Pastda ko'rsatilgan diagramma, bu yerda primaverada o'tgan ko'rsatgandim. Analiz qilish mumkin. Demak, har bir bizda grafikda 1000ta yo 100ta ish bor, har xil fundament, montaj, eshik, derazalar, o'sha derazalar, eshiklar, fundamentga resurs bog'lash mumkin. Bitta ishchi, ikkita ishchi. Biz programmaga aytamiz, bizni resurslarimiz maksimum 1500 ta bor. Maksimal resurs. Grafik buni ko'rsatadi. Demak, ana bu yerda yillar, oylar ko'rsatyapti. Masalan, may oyida 27-yilda bizda 500 qancha resurs bor. Demak, bu ana o'rtachadan ko'rsatyapti, значит, потребность bor. Ana bu oylarda 28-yil yanvar, fevral, mart oylarda qizil ko'rsatyapti, ko'rsangiz. Bu nima degani? Bizda maksimum resurs 1,5 mingta bor. Grafikimizda почти 3000 ta resurs ko'rsatyapti. Demak, bizda yetishmayapti. Bu nima bo'lishi mumkin? Qanaqa resurs? Ham labor resurs yetishmayapti, ham equipment, ya'ni texnika yo'q, ham material. Bu yerda ikkita, uchta yo'lda, ili resurslarni ko'paytirish kerak, ili bu resurslarni bu tomonga, o'ng tomonga surish kerak, boshqa o'ylarga plan qilish kerak, ili chapga plan qilish kerak, ili subpodrad olib taqsimlash kerak bu resurslarni. Shu Alisher aka, hozir mana bu yashil, bu po faktu kompaniyada bor resurslardan kelib hisoblab beryapti. Qanaqadir ma'lumotlar kiritilgan, premier o'sha dasturda o'tkazib beradi. Lekin mana qizilgacha darajadagigacha ma'lumot nimani asosan chiqarib beryapti? Yo'q, bu bizda grafikda bor-ku, ana ishlar to'plami, masalan, 1000 ta har bir ishlar to'plamida siz resurs bog'laysizda, har biriga. Siz bilmaysiz-ku qancha bo'ladi shu ishlar to'plami, qancha resurs kerak bo'ladi oxirida jam itovi. Bu grafik o'zi ko'rsatib beradi. Sen shu 10 ta ishda shunaqa resurslar belgilading, senda shu oylarda resurs yetmayapti. Demak, ya'ni bu work breakdown structure'da siz har bitta zadachani kiritayotganingizda, zadachada resurslar ham kerak narsa, resurs tomonida o'sha labor bilan, equipment bilan, material bilan, resurs bilan hammasini kiritib ketgansiz. Da. Xuddi shunday narsani bu IT'dan qilish mumkin. IT'da shu WBS'da work breakdown structure'ni detallashtirib, har bir ishda soatlar belgilab, qanaqa resurslar kerak, web design или coderda, потом oxirida ko'rish mumkin sizda общий qancha resurs ketyapti. Demak, bizda maksimum 3000 ta resurs ketyapti pik vaqt. Самый minimum payt bizda 10 ta resurs, proyektni boshlanishda bizda kamida 500 ta IT'shnik kerak.
proyekt peak paytida biron narsa qilish kerak, yo hiringni ko'paytirish kerak, ya'ni yangi resurslarni qabul qilish kerak, ilezi bu ishlarni boshqa oylarga o'tkazish kerak degan shunaqa ma'lumot bo'ladi. Shu orqali biz boshqaramiz resurslarini. Alisher aka, mana shu ma'lumotni siz mana shu manimcha realniy surat bo'lsa kerak, skrinshot bo'lsa kerak, hali realniy olingan. Da. Mana shu holatni ko'rsatsangiz, menejmentga ko'rsatganingizda qanaqa odatda reaksiya bo'ladi yoki misol uchun, chunki bu yerda hozir deyarli juda kattada, mani tushunchamizda biroz kattaroq, chunki deyarli 1,5 mingga yaqin bo'lsa, menejment qanaqa odatda reaksiya bildiradi mana shunaqa katta o'zgarish, katta farqlarga? Bu ikkita reaksiya. Birinchisi, demak, kompaniya ichida resurs bo'lmasa, demak, subpodradyachiklarni axtara boshlaydi. Shu payt, demak, 27-yilning oxirida subpodradyachiklar kirishi kerak. Qurilish zonasida mobilizatsiya deyiladi, mobilizatsiya bo'lishi kerak. Ilezi ikkinchi variant, bu ishlarni cho'zish kerak. Lekin siz bu pikni bu tomonga, o'ng tomonga cho'zsangiz, значит, grafikingiz o'ng tomonga yana cho'ziladi. Timeline cho'zilib ketadi. Shadow KPI'ga ta'sir. Da. Bu agar siz grafikni cho'zdirmaslik xohlasangiz, bu birinchi optimal variant, bu subpodradyachiklarni qo'shish. Yo, hiring qilish doполнительно. Lekin hiring qilsak yoki subpodradyachik topib olib kelsak, bu qo'shimcha budjetni oshib ketishga to'g'ri olib keladi. Ya'ni bu yerda planningda bu narsa hisobga olinmaganligi xatosi bo'lyaptimi yoki project protsess ichida yoki bunaqa narsa qanaqadir force majeure o'xshab paydo bo'lyapti hozir bu narsa. Hozir chunki Qizil uchun hozir boshqa resurs olib kelaman desangiz, bu budjet KPI'siga ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Oshirib yuboradi. Da. Mana shu qanaqa holat, qanaqa qilgani to'g'ri bo'ladi mana shu joyda? Bu yerda qizil chiqqani, bu nimaga chiqqani o'zi, bu grafik oldindan kech bo'lgan, bu grafik o'zi problemali grafik bo'lgan, kechiktirish bo'lgan, shu uchun bu qizil paydo bo'lgan. Lekin grafik agar 0 dan qilgan bo'lsa, yangi proyekt bo'lsa, bu qizillar albatta kamroq bo'ladi. Bunaqa bo'lishi mumkin, avgust oyidek iyul oyidek bunaqa bo'lishi mumkin. Bu ko'p xavfli emas, bu 50 ta 20 ta ish qo'shib buni qilish mumkin. Bu xavfli. Bu yerda yagona variant bu subpodradyachikni olish, chunki reputatsiyani saqlash uchun siz jadvalni cho'zdira olmaysizda. Chunki jadvalni cho'zdirangiz ham reputatsiyangiz ham buziladi. Baribir byudjetdan yutqazasiz, chunki srok ko'payapti. Baribir rasxodingiz keladi. Shu uchun buni qilish, kechap qilish kerak. Tushundim. Rahmat Alisher aka. Keyingi mavzu risk. Men uchun bu eng asosiy mavzulardan biri. Men uchun birinchi bu schedule, ya'ni grafik, keyin byudjet, uchinchisi risk. Risk KPI bu 99% kompaniyalarda yo'q, biz O'zbekistonda. Lekin hozirgi sharoitda bo'lishi kerak, deyiladi, uncertainty, neopределенность, ya'ni har minutda, har sekundda situatsiya o'zgaryapti-da. Shu o'zgarishlarni oldini olishda risk KPI bizga yordam beradi. Bu qanday jarayon? Birinchi bu biz risk aniqlaymiz, qanaqa risk bor bizning loyihalarda. Keyin aniqlagandan keyin uni risklarni baholaymiz. Ya'ni qualitative analiz deyiladi. Keyin uni ustuvorlikni belgilaymiz, qaysi risklar juda muhim risk, qaysi risklar o'rtacha, qaysi risklar minimum impact beradi. Shularni aniqlangandan keyin biz
choralar ishlab chiqaramiz. Nima qilish kerak bu riskni oldini olish uchun? Monitoring. Keyin choralar qilgandan keyin monitoring qilinadi. Har yili, har oy yo har kvartal monitoring qilinadi. Bu risklarni risklar o'zini risklar o'zini как WBS structure'ga risklarni o'zini ham WBS structuresi bor. Bu nima degani? Demak, risklar bo'linadi: technical risk, management risk, commercial и external. Demak, texnический risklar, ya'ni texnik sabablarga ko'ra paydo bo'lgan bu, demak, hajm o'zgarishi, spetsifikatsiyani o'zgarishi, texnologiyani o'zgarishi bilan taalluqli bo'lgan risklar. Boshqaruv risklar, ya'ni management o'zgarishi, har xil resurslar kamayishi, ko'payishi, organizatsion strukturaga ta'siri, shunaqa risklar. Kommersiy risklar, ya'ni moliyaga taalluqli, ya'ni moliyalashtirish, cash in, cash out, ya'ni pul oqimiga, ya'ni postavkaga, ya'ni subpodradyachiklarga taalluqli bo'lgan risklar. Kompaniyani ichida emas, tashqi, ya'ni valyuta kursining o'zgarishi, har xil siyosiy o'zgarishlar ta'sir qiladigan risklarga bo'linadi. Har bir kompaniyani risk tolerance, ya'ni riskga bardoshlilik qanaqa risklarga bo'linadi. Demak, agar risk juda yuqori bo'lsa, bo'lishligi bu 70% ni baholaydi. No, ba'zi kompaniyalar buni 90% qilish mumkin. Bu ichki protseduraga bog'liq. Ta'sir qilishi 6 oygacha, ya'ni proyektni 6 oygacha cho'zilishi mumkin. Siz o'zingiz proyektingizga 9 oy, 12 oy qilish mumkin. Bu standart emas. Qanaqa summaga impact qiladi? Ya'ni 5 million, 10 million bo'lishi mumkin. Keyin xuddi shunaqa juda yuqori, o'rtacha, past, juda past va ta'sir qilmaydi umuman. Shunaqa anonsi bor, как matritsasi. Risklarni shunday taqsimlanganda bu aniq bo'lgan biz qilgan risk sessiyada reestr, demak, biz bo'lyapmiz risklarni moliyaviy risklarga. Bu nimaga ta'sir qilishi, riskni biz o'qiganmiz, описание qilyapmiz. Nima to'g'risida risk, qanday paydo bo'lgan, bu risk qanchaga ta'sir qilgan, necha oyga ta'sir qilyapti, 12 oyga. Agar bu risk bo'lsa, bizga 12 oyga ta'sir qilyapti. Bu qizil, demak, juda yuqori ta'sir qilishi riski. Bu yerda yashil bu medium, o'rtacha, low bu past. Ehtimolligi juda past. Bu riskni oldini olish uchun nima ish qilish kerak? Kim bu uchun javob beradi bu riskni? Sroklari, qachon bu riskni qilish kerak? Oldini oladigan nima ish qilish kerak? Qachon? Shunaqa reestr har oy monitoring qilinadi. Kim nima ish qilishini monitoring qiladi. Bu riskni nimasi monitoring qilish kerak? Ba'zi paytda qizil risk yashilga almashishi mumkin, yashil risk qizil bo'lishi mumkin. Shuni ham monitoring qilish kerak. Bizni proyektimizga shunaqa paydo bo'ladi. Dashbordda qancha risk nimaga ta'sir qilyapti, qizilga qancha, yashilga qancha, sariqga qancha,
ma'lumot paydo bo'ladi. Buni monitoringi oldini olish uchun qancha moliyalashtirish kerak? Har bir risk bu moliyaga ta'sir qiladi, ya'ni kompaniyaning byudjetiga. Risklarni analiz qilishda bizda отдельно programma bor. Например, Primavera risk analiz degan. Bu risklarni asosiy ikkita turi bor. Bu Monte Carlo analiz va Tornado analiz. Monte Carlo analizda qanday ishlaydi? Biz risklarni ko'rdik, ularda belgiladik, qanaqa risklar, qanaqa nima ish qilinadi. Bu risklarni Primavera risk analizga kiritiladi. Bu masalan оборудованияni kech qolishi, ta'sir qilishi yoki vendorni montajiga kech qolishi, Primaveraga отметка qilamiz zadание beramiz. Ya'ni aytamiz Primaveraga 500 marta shu ehtimollikni o'qil. Rotate, meni qanday deyiladi? Snaphold. Ya'ni 500 marta u har xil variantlarni o'qiladi. Berber qiladimi? Rotate qiladi bizga jadval shunaqa paydo bo'ladi. Grafik. Demak, bu nima degani? 100% ehtimollik bilan bizning grafikimiz 14-iyun 27-yil tugaydi degani. 0% veriyatность bilan bizning grafik 5-may 27-yil tugaydi. 80% veriyatность demak 20-may 27-yil tugaydi. В основном ko'pchilik kompaniyalar standartlar 80% P80 deyiladi. P80 variantni qabul qiladi. Demak, o'rtacha variant. Chunki 0% bu вообще вероятность degani ehtimol, 100% самый kech variant. Shuning uchun P80 deyiladi. P50 bor, P80 bor, P100% bu maksimal srok. P50 bu где-то bu yerda bo'ladigan. o'n beshinchi iyun shu davrlarga to'g'ri keladi. Bu tushunarli. Buni Alisher aka rushnoy ham qilsa bo'ladi. Misol uchun bunaqa programmasi bo'lmasdan turib mana shunaqa ehtimollikni rushnoy olib chiqishdi. Misol bu yerga risk reestr orqali risk reestrdagi ma'lumotlarni qanaqadir olib kelgan holda yig'ib, Exceldan qanaqadir formula qilib chiqarsa bo'ladi. Chiqarib qilganmiz? Yo'q, Excelda qilmaganman. U risk analizi chunki qarangda, bizning proyektimizda, например, 10 mingtadan ortiq ishlar borda. Demak, bu fundamentdan montaj оборудованияgacha, uni test qilishgacha-da 10 mingta. Siz Excelda 10 mingta ishni ehtimollik nazariyasida 500 marta har xil variant qila olmaysiz-da. U formula bardosh bermaydi. Makros qilsangiz ham Primavera risk analizda уже shu funksiya bordi. Siz количество berasiz, qancha uni 500 martami yo 1000 martami aylantirish veriyatность berasiz tam. Grafik +10% ga tushish mumkin yo -10% ga kamayish mumkin. Shunaqa parametrlar berish kerak-da. Excelda yo boshqa programmalarda bu funksiya yo'q, qila olmaysiz. Shuning uchun отдельно bunga qo'yish kerak. Hozir mana shu yerda tushundim buni. Alisher aka, mana shu yerda demak 80% degani mana shu periodda, mana shu periodgacha deyilgan 05, 15, 27 hamda 05, 25, 27 gacha bor bo'lgan risklarni, shu perioddagi risklarni sodir bo'lish ehtimoli 80% deyilyaptimi? Mana shu perioddagi qo'yilgan risklar, mana shu periodda, ya'ni mana shu perioddagi bajarilgan worklarning ichida o'sha worklarni qanaqadir risk chiqish ehtimoli demoqchiman-da. Bu nima degani? Bu degani shu risklarni qo'ydik biz, grafikga belgiladik. U grafikni aylantirib deyapti 80% ehtimollik bilan sening grafiking 20-may
27-yil topshiriladi. Ya'ni shu oygacha sen proyektni topshirasan, handover qilasan, ya'ni tugatasan. Tushundim. Shu Primavera risk analizida siz ko'rasiz qaysi ishlar juda riskli, qaysi risksiz. O'ng tomonda как раз ko'rsatilgan. Bu tornado analiz deyiladi. Bu yerda ko'rsatilgan bizda eng katta risk bu manufacturing reactors, ya'ni reaktorlarni производствоsi. Bu juda katta ehtimol bilan bu ish cho'ziladi degani o'ng tomonga cho'zilyapti. Chap tomonda nabarot shunaqa ishlar kamayapti, ya'ni tezroq bitadi degani, risk kam degani. Demak, bu yerda duplicate test ish tezroq bo'ladi degani tam. Filing contractor, demak qarang, svay bo'yicha subpodrachik tezroq bitadi degani chap tomonda. O'ng tomonda qanaqa ishlar riskda juda katta ko'rsatyapti. Bu nima degani? Siz shu ishlarni birinchi navbatda tracking qilish kerak, fokuslarni bunga qaratish kerak. Chunki bu tomon sizda risk kamroq. Shu ma'lumot aslida bu ma'lumot paydo bo'ladi-da. Ikkitasi. Shu bo'yicha demak sizda boyagi risk reyestringizdagi har bitta risklar bo'yicha bajarish kerak bo'lgan meropриятияларni kim tomonidan bajarish kerakligini siz alohida track qilib borasiz. Da. Demak, risk bo'yicha tugatdik. Demak, aslini risk bo'yicha shu risk reyestr bo'lishi kerak. Bizda programma bo'lishi kerak, Primavera risk analysis. Shu programma orqali ko'rish mumkin qaysi ishlar riskovni, qanaqa srokka ketyapti bizni grafikimiz. Buni monitoring qayerda yuritasiz, Alisher aka? Bu yerga o'sha meropриятияларni qanaqadir holatda ekanligini track qilish uchun u ham Primavera ichida bo'ladimi yoki uni qanaqa o'zizni alohida working document ichida yuritasiz? Bu risk reyestr bunimi? Bu risk reyestr ichidagi mana meropриятиялар bor, qilinadigan ishlar va mas'ullar va qachongacha qilish kerak bo'lgan sroklar. O'shani qayerda kiritib yoki u ham Yo'q, buni Excelda yuritamiz. Bu reyestrni Excelda agar sizda management yo zaказчик agar aytsa shu reyestr shu risklarni yangilatdan qil, yangilatdan ko'r programmada qaysi srokka ketyapmiz deganda biz o'zi Primavera risk analizidan foydalanamiz. Chunki har kvartal yo har oy bu risklar o'zgaradi. Qaysilar qizillari yashil bo'lishi mumkin, yashillari demak zo'lti sariq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har kvartal buni ham tekshirsangiz bo'ladi. Chunki statuslari o'zgaradi, qaysilari вообще reyestrdan chiqadi. Chunki oldini oldik, moliyalashtirdik, uni postavkasini iltimos qildik, unga vendorga tezlashtirdi. U tezlashtirdi, postavkani olib keldi. Demak, u risk reyestrdan chiqariladi, chunki biz oldini oldik. O'zi umumiy sizning tajribangizni asosiy risklarni hal qilish yo'llari bu asosiy qo'shimcha moliyalashtirish orqalimi yoki boshqacha yo'llardan amalga oshirganmisiz yoki endi umumiy qilib aytganda, to'g'ri, spesifik emas, umumiy aytganda. Da, bu risklar va so'm moliyalashtirishga bog'lanadi-da. 90% moliyalashtirishga. Chunki asonom bizda nima bo'ladi? Bu postavkalarning kech kelishi, kech kelsa, значит, moliyalashtirish logistikasini tezlashtirish kerak, yo vendorga pul to'lash kerak, 2 smenada ishlarsan. Yo qanaqadir ish haqi bilan bo'lish mumkin, yo ishlarni yetmasligi bo'yicha. 90% bu moliyalashtirish bilan bog'liq.
Endi keyingi risklar bo'lishi mumkin, bu organizatsionniy vопроslar. Ya'ni bizda ishchilar bor, no protsedura yo'q, ishlolmaydi, bir-birini tushunmaydi. Siz u yerda уже protsedurani qilish kerak bo'ladi, communication protsedura yo'q, interface protsedura. Har bir odam kim bilan gaplashishi kerak, kim boshqaradi, kim решение qabul qilinadi, shularni bu o'zi moliyalash emas, balki ishchilar o'rtasida kommunikatsiyani yaxshilashda, teamworkni yaxshilash. Agar mana shu narsa sal chuqurlashib kiradigan bo'lsak, siz mana shuni ko'rdingiz, proyekt menejer sifatida proyekt ichida kommunikatsiya tomonidan o'sha kim qaror qabul qiladi, kim задача bajarish bo'yicha yozilgan dokument yo'q ekan. Bu uchun proyektda operatsion menejer bu narsani shug'ullanadi yoki proyekt menejerni o'zi ham mana shu narsani yozish bilan shug'ullanishi kerak? O'zi 99% keyslarda men uchun project manager или project director komandani yig'ish kerak и protseduralarni belgilab berish kerak. O'zi qilmasa ham demak odamlarga qilish kerakda, buyurish kerak. Sen planning agar menejer bo'lsa, sen planning bo'yicha protsedura qilasan. Interface manager bo'lsa, u yerda interface manager, communication manager, interface manager o'zi kommunikatsiya va interface bo'yicha protsedura qilish kerak. И shuni protsedurani qilib odamlarga yetkazish kerak. Document control bo'lsa, document control procedure qilish kerak. Ya'ni dokumentlar flow qanday kelishi kerak, kimga o'tishi kerak, kim unga javob berishi kerak. Procurement bo'lsa, procurement protsedura qilish kerak. Ya'ni qanday zakaz qilinadi, mahsulot qanday olib kelinadi. Shuni komandasiga ko'rsatib berish kerak. Project manager uni boshqarish kerak. Ya'ni menejerlar qilyaptimi, bu protseduralarni qo'llayaptimi, bu ishlayaptimi? Tushundim. Risk bo'yicha yo'q, savol. Risk yo'q, lekin keyingisi stakeholder, ya'ni manfaatdor tomonlar. Bu yerda stakeholder biz bilamiz, bu buyurtmachi, investor, aksionerlar bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy KPI'lar biz ularni qondirish, ularni хотелкалар deyiladi, satisfaction'ni qondirish kerak. Uni shikoyatlarini ko'rib, ularni o'rganish kerak. Ularni savollariga, xatlarga javob berish kerak. Ular investorlar ham har xil bo'ladi. Ba'zi investorlar engagement, ya'ni ishtirok darajasi past bo'lishi mumkin, ba'zilari juda yuqori bo'lishi mumkin. Shuni boshqarish kerak. Ularga informatsiya tashlash kerak, отчетlar ko'rsatish kerak, tushuntirish kerak. Proyekt qanday ketyapti, qanaqa darajada, ularni biron bir xohishi bo'lsa, uni ko'rib chiqib, vaqtida javob berish kerak. Odatda ko'pchilik unda har javob berish kerak. Shularni nazorat qilish kerak. Bu yerda masalan boshqarishda stakeholderlarni boshqarish. Boshqarish deganda bu ko'proq kommunikatsiya deyapmiz. O'sha kommunikatsiya qanaqadir kelishuv asosidagi qanaqadir kvartallik yoki oylik yoki kvartallik uchrashuvlar asosida loyihani statusi haqida ma'lumotlar berib turish va ko'rsatib borish nazarda tutiladi, to'g'rimi? Yoki bu yerda boshqa alohida uni qo'shimcha anaqalari bormi? Ya'ni loyihani monitoringidan tashqari bo'lgan qanaqadir boshqacha kommunikatsiya turlari, ular bilan qanaqadir choyxonaga borib gaplashish kerak bormi yoki? Yo'q, to'g'ri aytdingiz. Masalan, bizni optimiz bo'yicha 3 xil отчетlar biz tashlaymiz. Bu daily report, ya'ni har kunlik ish qilinadigan, weekly и monthly. Ko'pchilik kompaniyalarda aksionerlar, ya'ni buyurtmachilar bilan haftalik bor отчет yo oylik. Bu proyektni qiyinchiligiga qarab, proyekt qancha qiyin bo'lsa, ular haftalik mitinglar bo'ladi, reportlar. Proyekt agar
o'rtacha buncha qiyin bo'lmasa, demak monthly, ya'ni bir oyda bir marta uchrashuv, ularni отчет berib, ularni bilish, ular bizlarda expectation nimani bizdan kutyapti, biz nima beryapmiz, ular nima xohlayapti, shularni hisobga olib proyektni boshqarish. Mana sizni keysingizda biroz boshqacha ekan. Juda katta proyekt bo'lsa, o'zi odatda eshitganim bo'yicha IT proyektlarda to'g'ri, daily stand-uplar bo'lib turadi. Komanda bilan qanaqa ishlar bo'yicha stakeholder bilan bilmadim. Lekin siznikida kunlik bo'lishiga sabab nimada bu qilinganligiga? Stakeholderlar bilan kommunikatsiya kunlik qo'yilganligiga. Kunlik bu bizda qurilishda o'zi EPC kontraktda belgilangan ko'pchilik standart, aytdim-ku fizikda o'zi standartda 3 xil отчет belgilangan, o'zi daily, weekly, monthly. Daily reportda ichida asosan 3 ta ma'lumot bo'ladi. Bu birinchisi bizda plashatkada, ya'ni qurilishda nechta kishi ishlayapti, nechta texnika ishlayapti, nima ob'yom qilinyapti, ob-havo ma'lumoti. U prosta shu zaказчик bilishi uchun plashatkada ish ketyapti. Bu buncha qiyin отчет emas, 3 ta 4 ta parametr bo'ldi. Endi da bu международный standart bo'yicha, fizik bo'yicha kiritilgan, shu ketyapti-da. Har bir EPC katta kontraktlarda bu ichida bor, daily report. Tushundim. Keyingisi governance KPI, ya'ni boshqaruv. Boshqaruv bu jami bu boshda как бы loyihani kallasini shunaqa deyiladi. Bu yerda qarorlar qabul qilinadi, qanchalik effektivniy qarorlar, qancha zapros kelganda qancha tez uni обработка qilish, javob berish, loyiha komandani boshqarish, qancha loyihada boshqaruv transparent bo'lsa, ya'ni prozrachniy bo'lsa, shaffof bo'lsa, shuncha uni boshqarish oson, shuncha qarorlar qabul qilish oson. Kompaniyani strategiyasini boshqarishda u strategiya bo'yicha ketish. Bu yerda в основном bu menejmentga bog'liq bu ishlar. Bu yerda qarorlar qabul qilinadi, KPI compliance, ya'ni KPI'lar boshqariladi, audit xatolarini olib chiqiladi, boshqariladi, hisobotlarni ko'rib chiqiladi. Qanaqa proyektda qanaqa bo'lsa, muammolar, ularni eskalatsiya, ya'ni menejmentgacha olib borib, ularni yechimni u yerdan axtarish. Boshqaruv bo'yicha. Qanday track qilasiz? Misol uchun, menga Alisher aytdingiz, misol decision time, qaror qabul qilish tezligi. Mayli tezligida, misol men aytyaptiki, management muammo qarori sektorida, PM buni project manager aniqladi, shu ko'rsatgan holda o'sha report orqali qaror sekin qabul qilasiz deb. Bunaqa keysda management o'zini qanaqadir kamchilik topib, o'ziga qaytadan bu narsani ko'rsatish PM tomonidan qanday qabul qilinadi? O'zi EPC proyektlarda bor. Protsedura bor. Masalan, yoziladi, shu xat jo'natdingizmi, qanaqadir protsedurami yo biror narsa masalasi bo'yicha, agar 10 kun ichida javob olmasangiz, обоснованный javob ha yoki yo'q degan javob olmasangiz, u yuborgan xatingiz avtomatum approved degani, deemed approved deyiladi uni. Demak, bu nima uchun qilingan? Чтоб management rukovodство srok ichida qabul qilishi, ha yo yo'q javobni berishi. Uni 2 haftalab, 3 oylab decisionni qilib emas,
ya'ni protsedura ichida qaror qabul qilish. Aha, tushundim. Ya'ni bu loyiha boshlanishidan oldin qanaqadir shartnomada kelishiladi governance uchun governance'ga qo'yilgan KPIlar bo'yicha agar sen mana shu paytgacha javob bermasang уже man qanaqadir davom ettirib ketaman proyekt bo'yicha deb shunaqa joyi. Da. Siz muammoni aytasiz, ana shunaqa shu muammoni hal qilish uchun bizda решение bor A, B, C. Bu project manager yo project director bu xatni oladi, sizga javob berish kerak. Ha, yo'q, to'g'rimi? Agar shu xatga javob bermasa, значит u o'zi decision qabul qilib shu yo'li uchun boradi. Chunki u javob olmadi. Deemed approved deyiladi. Автоматом approved получается. Shu uchun u yerda unga srok bor, u biladi 7 kun ichida yo 5 kun yo 3 kun ichida u xatga javob berish kerak. Ha, yo'q. Masalasi. Buni track qilsa bo'ladi, zo'r. Decision time через email orqali emailga ketgan vaqtida. Lekin buni misol uchun menga qiziq, report accuracy bilan escalation rate'da qanday misol uchun buni track qilish mumkin? Qanday baholanadi, tekshiriladi? Reportda Report accuracy degani bu aynan qanday report haqida aytilyapti bu? Bu qurilishdan bu weekly shu monthly reportlar bo'ladi. Uni tekshirish juda oson. Chunki reportda qanday ba'zi paytda bo'ladi, u fundamentni hal qilmadi, no reportda qildim deb ko'rsatishi mumkin, to'g'rimi? Plashatkada supervisorlar bo'ladi. Shu supervisorlar uni ko'rib tasdiqlashi mumkin, qildim yo'q qilmasligini. Uni nazorat qilish oson. Albatta agar lekin sizni obyemingiz katta bo'lsa, ba'zi paytlar sezmasligi ham mumkin. Ya'ni bu hozir project manager o'zini hisobotidagi ishlarni qilinmasligi ekanligini tekshirgan holda to'g'ri ma'lumot berish kerakligi va bu hisobot ayni project managerga tegishli bo'lib, project manager ishi hozir tekshirayotganligi, to'g'rimi? Nafaqat bu komanda, masalan, komanda отчет. Tushundim. Komanda sizga berayotgan отчетini o'zi to'g'riligini bo'ldi. Endi biz o'tdik 8 ta KPI'lar, shu 8 ta KPI'larni biz umumiy qilishimiz kerak, ya'ni integratsiya qilishimiz kerak. Nafaqat scope bo'yicha или jadval schedule bo'yicha yo cost bo'yicha yo risk bo'yicha ko'rsatish, balki hammasini tahlil qilib, hammasini integratsiya qilib ko'rsatishimiz kerak. Bu integratsiya hisoblanadi. Bizda PMBOKda rekomendatsiya bor, demak shularni ko'rsatib, bularni ranglarga, ya'ni qizil bo'lsa bizda juda xavfli darajada ketyapti, ya'ni sariq bo'lsa bu o'rtacha, yashil bo'lsa bu risksiz, shunaqa vizualizatsiya qilib ko'rsatib bu KPI'larni tahlil qilishni rekomendatsiya beradi. Bu hozir kunda bu dashbordlar anavi bo'lgan, как бы nima deydi, modami hype bo'lgan. PMBOK mana ko'rsatadi dashbordlarni har xil varianti. Bu yerda ana ko'rish mumkin, bu dashbordda demak loyihani starti, finishi, qachon boshlanishi, qachon tugashi, bu yerda отставание bormi, ya'ni kechikish bormi, 0 kun progress bo'yicha ko'rsatyapti, ya'ni 14% progress ko'rsatgan, plan bo'lgan 18%. Bu yerda ishlarni ko'rsatish mumkin, plan fakt qancha ishchi bor, qancha ishchi plan bo'yicha bo'lishi kerak, fakt bo'yicha. S-curve, demak bu yerdan bilish mumkin. Bizda plan bo'yicha, fakt bo'yicha qizil, plan bo'yicha 14%,
peak paytni ko'rish mumkin, qachon peak bo'lyapti bu ish bo'yicha. Buni jadvallar shunday ko'rsatish mumkin dashbordlarni. Bu dashbordlar bizni menejment bo'yicha zaказчик aksionerlar qiziq bo'lishi mumkin. Juda qulay, vizualizatsiyada juda qulay. Ya'ni bitta dashbord bilan butun proyektni sog'ligini ko'rsatish mumkin. Project health deyiladi. Proyekt qanday ketyapti, qayerda problema bor, qayerda отставание bor, kechikish bor, qayerda biz yaxshi bo'ryapmiz. Buni vizualizatsiya qilib ko'rsatish mumkin. Ikkinchi varianti bor, yana variantlardan bu yerda cash flow bor, ko'rsangiz, qaysi oylarda, qaysi yillarda qanaqa pul kerak, milestonelar ko'rsatish mumkin, qanaqa milestonelar, biton bo'yicha qanaqa ma'lumot, qancha biton kerak, plan bo'yicha qilish kerak, qancha fakt bo'lgan, qancha byudjetda pul, qancha plan bo'yicha byudjet bo'lishi kerak, qancha fakt отпаяния bo'lgan, shularni ko'rsatish mumkin. Ular har xil ko'rinishda bularni ko'rsatish mumkin va foydalanish mumkin. Bu juda kichik joyda katta ma'lumotni ko'rsatish mumkin. Shunda xulosa qilish mumkin proyekt bo'yicha nima bo'lyapti. Primerada siz aytgandek, mana shunaqa dashbordda bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bu raw data deyiladi. Raw data bu Primavera'dan olinadi. Uni integratsiyasi o'zi biz odatda Power BI'da qilamiz, vizualizatsiya. Raw data har xil planlar, datalar, kostlar bu Primavera'dan olinadi. Power BI'da hozir ko'rsak bo'ladi. Iloji bor Alisher aka yoki Power BI'ni ko'rsatish mumkin o'zi bilan loyihalar. balki o'tib ketgan loyihalar, misol uchun qanaqa vizualni ko'rish uchun. Ular bir-biri bilan integratsiya bo'lgani yaxshi zo'rda. Bir-birini покрывать qilishi. Shunday. Загрузка bo'lyapti. Bemalol. Primavera anaqa DB'ga nima ishlatadi? Faqat Oracle ishlatadimi yoki tanlamaydimi DB'ni qanaqangi? Postgres ishlatsa bo'ladimi demoqchiman. DB bu nima? Bazani. Baza SQL qiladi. SQL bilan bog'lash mumkin. Или же lokalni qilish mumkin, o'zlari yaratadi. Bizda lekin hali ko'rmadi Alisher aka. Tak. Hozir ko'rinmabdi. Tak. Yo'q hali. Ko'rindi? Ko'rindi, faqat mana bu mayda Windows S'da mana bu dokument joylashish qismi turibdi. Dashbord ko'rinmayapti. Hali dashbord ko'ringani yo'q. Tak, hozir.
Endichi. Tak. Hali Ko'rindi. chiqqani yo'q lekin. Ha. Ha, ko'rindi Alisher aka. Ha, bu yerda demak proyektlar pastda qanaqa proyekt, tepada plan fakt, razницasi qachon kontrakt bo'yicha tugatilishi kerak, qachon prognoz bo'yicha tugatilyapti, delay bormi yo'qmi. Bu yerda proyektlar, plan fakt, raznica. Bu yerda S-krivoy, ya'ni qayerga ketyapti, plan bo'yicha qayerga ketishimiz kerak, fakt bo'yicha qayerda biz, bu delay. Qaysi proyektda qanaqa delay bo'lyapti. Bu yerda masalan proyektni anavi qilish mumkin, pastda belgilash mumkin. Ana belgiladim. Zevarda proyekt. Zevarda bo'yicha demak bizda plan 44, actual 37, -6%. Hozircha biz grafik bo'yicha delay yo'q. Fakt bo'yicha bu yerda delay bo'yicha ko'rish mumkin nima bizda problema. Demak, ochsak prokladka silovых kabelей, elektrический kabel bo'yicha bizda problema 62% delay keep kabel bo'yicha 82% delay. Xuddi shunday boshqa proyekt masalan. Hozir shuni bitta joyida mana tepasida stроился sistema akkumulyator va batareya deganda bu plan actual bu work breakdown structuredagi ishlarni yakunlangan, tugallaganligi bo'yicha. Da. WBS bo'yicha masalan 1000 ta ish, shu 1000 ta ishi plani fakti ketyapti. Aha. Tushundim. Pastda shu 1000 ta ishi qanaqa proyektlar bor degan. Qaysi proyektda qanaqa ketyapti. Masalan, Pamukda plan yo'q ekan. Zevardan masalan belgilasak, imенно Zevarda bo'yicha shunaqa holat. Yoki dengiz ko'l bo'yicha ham yo'q. Ba'zi joyda plan yo'q, shuning uchun 0 chiqadi. Hozir bu yerda delay analysis bu aynan work breakdown structure -6,5% aynan bo'lmagan ishni analizini chiqarib beryapti, to'g'rimi? Da. Bu delay analysis qaysi ishlarda bizda problema borligini ko'rsatadi. Ya'ni o'tgan safar schedule ko'rgandik-ku, fundamentda 100% fundament, 100% plan, 100% fakt. Значит, delay yo'q. Kabel bo'yicha bo'lsa delay bor edi. Demak, plan bo'yicha 100% bo'lishi kerak, fakt bo'yicha 50%. Demak, -50% delay. Bu yerda ham shunaqa. Demak, shu yerdan mana 16 bo'yicha bizda delay bor. Delayda qaysi nimalar bo'yicha delay? Shu yerdan 16 ichida demak bizda yana prokladka kabeli suv -3% delay, kabel silovых elektrический kabel bo'yicha -3% fundament transformator bo'yicha boshlama -100% delay bor degani. Shu ishlar bo'yicha. Ya'ni bu hozir yana bitta joy orqasini tushunmoqchiman. Bu Primavera'dagi bu integratsiya bo'lgan hozir Alisher aka yoki bu alohida shunchaki Excel'da o'sha work breakdown structure'dagi hamma ma'lumotlarni bu yerda tortib olib yig'ib ko'rsatib beradimi, misol uchun Power BI? Da, buni Power BI ikki xil qilish mumkin. Вообще buni o'ng xil turi bor, datalarni bog'lash. Bu birinchi bu Primavera bilan напрямую bog'lash mumkin Power BI'ni SQL orqali, database orqali. Ikkinchi turi Excel orqali. Ya'ni siz Power BI'dan datani olib Excelga qo'yasiz, Excelni keyin bog'laysiz Power BI'ga. Shunaqa. Yana bor boshqa turlari, web orqali bog'lash, keyin bir 15-20 xil tur bor uni bog'lash, har xil Power BI. Men qilganman Excel orqali. Chunki
SQL ga bog'lash u ko'p IT anavi kerakda bilim. SQL ga bog'lashga IT bilim kerak, uni biroz qiyinroq. Men o'rganganman, lekin anavi kodingni bilish kerak, nimadir qilish kerak, juda qiyin men uchun. Lekin qilsa bo'ladi. Bu yerda dashbord ko'ryapsizki, schedule qanaqa? Alisher aka, uni ham ko'rsa bo'ladi? Nimani? Schedule. Ha, tagida ikkinchisi bor ekan. Dashbord oldida schedule. Hmm. Bu endi Power BI'da anavi bor, funksiya shunaqa, как grafik qilib ko'rsatadi-da. Kimda Primavera bo'lmasa, shunaqa anavi qilish mumkin. Bu yerdan как grafik qilib, bu oddiyroq anavi varianti. Ha, tushundim. Primavera murakkabroq bo'lsa, bu как vizualni ko'rsatadi. Qaysi ishlar nimada qilish kerak. Fundament sentyabrda, keyin montaj base oktyabrda shunday ketyapti. Buni ham loyihalarni anavi qilib, birma-bir belgilab, har bir loyihada grafikda anavi qilish mumkin, ko'rsatish mumkin. Nodir aka, mana savolingiz bor, bemalol bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Alisher aka, assalomu alaykum. Siz bilan tanishishga juda xursandman. Assalomu alaykum. Ko'rdim, juda ko'p достиженияларинgiz bor ekan. Menimcha juda experienced manager, planning managersiz. Sizdan so'ramoqchi edim, o'sha delaylaringizni ko'rsatganingizda ko'rsatdingiz-ku hozir delaylar qanaqadir отставание bor deb. O'shani sizni experience'ingiz qanaqa, o'sha proyektda shunaqa delaylar bo'lganda qanaqa mitigation меры какие вот-da qilasiz, qanaqa мероприятиялар, shuni bo'yicha o'zingizni experience bo'yicha ekspert bersangiz bizga, men o'ylaymanki juda useful bo'lardi. Rahmat. Rahmat Nodirjon, savol uchun. Delaylar bo'yicha 3 ta основной anavi bor. Как бы mitigation bu birinchisi, eng oson varianti bu reschedule, ya'ni grafikni qaytadan anavi qilish, belgilab berish, ya'ni zaказчик bilan подрядчик kelishib qoladi, aytadi, bu grafikni anavi qilish qiyin, ketchup qilish qiyin, kel yangi grafik tuzamiz, yangi grafik tuziladi, u grafik minuslarni olib tashlanadi-da. Eng oson variant. Ikkinchi variant bu yangi qayerda minus ketyapti, shu yerda yangi ishlarni ko'paytiriladi, materiallarni ускорить qilinadi, 24 soat ishlanadi. Agar oldin 8 soat ishlagan bo'lsa, 24 soat ishlanadi unga plashatkada-da. Uchinchi holat bu просто shu delaylar bilan ishlanadi. Kechapsiz, jinotsiz. Tushundim. Anaqa sizni o'zingizni praktikangizda masalan qaysi metod bilan shu O'zbekistonda loyihalar o'zi bajariladi? O'zingizni praktikangizda aytmoqchiman. O'zimning praktikam bo'yicha bu получается birinchi variant, demak, reschedule qilish. Uchinchi variant delaylar bilan ishlash. Bu o'sha reschedule, bu rebaseline qilish uchun o'zi kontrakt bo'yicha bu narsa, по-моему, adashmasam, juda qiyin masala-ku, to'g'rimi? Chunki kontrakt bo'yicha bizda o'sha planoviy data baribir o'zgarmaydi, to'g'rimi? Kontrakt bo'lsa, u kontrakt bu o'sha международный standart bo'yicha tuzilsa, to'g'rimi? Da, получается, reschedule qilishdan har xil varianti bor. Birinchi variant bu finish milestone'larni tugatgan milestone tegmaslik, ya'ni kontraktda 1-yanvar 27-yil tugatish bo'lgan bo'lsa, shu finish milestone'larni cho'zmaslik, ya'ni shu doirada grafikni anavi qilish, reschedule qilish, ya'ni ularni 28-yilga emas,
balki bu yerda fast track ketadi. Grafikni cho'zmasdan fast track, ya'ni parallellashtirish. Ikkinchi variantda bu finish milestone'larini cho'zdirasiz. Yana bu cho'zdirsangiz, bu degani additional agreement kelib chiqadi, ya'ni доп соглашение qilib grafikni datalarini surasiz. Bu qiyinroq masala, bu katta talab qilinadi proses. Tushunarli. Alisher aka, shunaqa savolim bor. Adashmasam, sizni portfoliyongizni ko'rganimda siz va podradyachchi tarafidan ishlagansiz va zakazchi tarafidan ishlagansiz. Shu misol uchun podradyachchi tarafida ishlaganingizda praktikangizda shunaqa bo'lganmi? Допустим, реальный delay bo'lsa, lekin faqat zakazchi uchun bitta chiroyli grafikni chizib, o'sha rejim Picassoni yoqib, chiroyli narsalarni chizib berish, naskолько bu o'zi praktikada bor, bizani asoblini o'sha environmentimizda shunaqa narsalar как часто shu bilan anaqa bo'lgansiz shunaqa situatsiyada. Chunki bizani допустим podradyachkada ishlaganingizdagi u yetadi, bunaqa ko'rsatma, baribir biz delay mitigation qilamiz. Поэтому bitta chiroyli chizib ber, shunga zakazchiga shunaqa berib qo'y deyishadi-yu, чтобы problem bo'lmasin deb. Va bu O'zbekiston sharoitida ko'pchilik uchrashamiz bunaqa anavni. Ko'pchilikda podradyachchi qo'rqadi zakazchiga realniy kartinani ko'rsatishga. Chunki agar realniy holatni ko'rsatsa, ba'zi paytlarda zakazchi boshqa qarorlar qabul qilishi mumkin, yo uni skopdan olib tashlashi mumkin, yo shtraf qilishi mumkin, yo qanaqadir richaklarni qilishi mumkin-da, qo'llashi mumkin. Shuning uchun bunaqa risklarni qilmaslik uchun podradyachchi ko'p hollarda отчетlarda delaylarni qiladi, bekitadi. Ya'ni o'zi uchun biladi, o'zi uchun qandaydir expedite mitigation qilish mumkin, no zakazchiga bu delaylarni ko'rsatmasligi mumkin. Bu da ko'pchilik hollarda keyin oxirida yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Ko'rsatmaslik, yoshuntirish bu delaylar problemalarni. Chunki proyekt bu nafaqat podradyachchi yo aksionerniki emas, bu общий proyekt, teamwork deyiladi, birgalikda harakat qilib uni bitirish kerak. Rahmat. Alisher aka, yana shuna savolim bitta bor edi. Siz grafik tuzganingizda o'zi вообще ko'p proyektlarda ishlagansiz. Qanday o'ylaysiz? Taxminan qanaqa rezerv qo'yish kerak? Shunaqa delaylar по-любому bo'ladi. Bu risk proyektlarga juda присущий narsa-da. Taxminan, допустим, 2 yillik proyekt bo'lsa deylik, construction bo'yicha qancha oy siz обычно qo'yasiz o'sha rezerv mana shunaqa risklarga? O'zi PMBOKda boshqa joylarda rekomendatsiya bor bunaqa buffer qo'ymaslikka. Chunki bu buffer katta ta'sir qilishi mumkin. Nafaqat stroykaga, balki zakaz berishga. Chunki siz buffer qo'ydingiz, zakaz bu degani nima degani? Zakaz procurement ham заранее keladi deganda. Заранее kelsa, значит, u idle time, ya'ni просто так skladga turadi, просто так o'tiradi-da, hech qanday foydasiz. Shuning uchun bor. Just in time degan termin bor. Demak, nima degani bu? Qachon plashadka kerak bo'lsa, shu payt kelishi kerak. Shu uchun PMBOKda rekomendatsiya bor, bufferlar qo'ymaslik. Rezervlar основной bizda baribir bo'ladi. Bu как раз grafikda bor. Total float bor, free float. Ya'ni общий rezerv, свободный rezerv. Shu orqali boshqarish kerak grafikni. Qo'shimcha rezerv qo'ymasdan. Rekomendatsiya, как PMBOK rekomendatsiyasi.
Tushundim, katta rahmat. Alisher aka, menda shunday savol bor. Hozir bitta mana umumiy construction'da aytib o'tgan savolga qismimizda bu waterfall asosida boshqaramiz. Bu waterfall ichida boshqarilgan taqdirda ham work breakdown structure ichida qaysidir aktivitelarga, ishlarga critical path activity deb qarab, ularni belgilab, ularga qaraganda boshqacha e'tibor bilan qaraysizmi? O'zi bormi approach? Da, har bir grafikda qurilishda asosan bizda milestonelar bo'ladi. Bu start va finish milestonelarda proyektni boshlanishi va tugashi. Shunga qarab grafikda, har bir grafikda critical path bo'ladi, ya'ni критический путь deyiladi uni. Bu critical path proyektni длительность, ya'ni uni uzunligiga ta'sir qiladi. Agar shu critical pathdagi ishlar qimirlasa, o'ng tomonga, ya'ni kechiktirilsa, bu значит proyektni finishiga, ya'ni tugashiga ta'sir qilinadi. Bu yerda ko'pchilik отчетlarda, ya'ni заказчикda beradigan отчетlarda отдельно punkt bor, ya'ni kontraktda ham punkt bor, analiz, ya'ni критический путьni analiz qilish, kritik ishlarni analiz qilish, bu bo'yicha отдельно отчет bor. U bu отчетlarga nima kiradi? Bu long lead items deyiladi, ya'ni katta talab qilinadigan, производство talab qilinadigan оборудованиялар, ya'ni shu reaktorlar, kolonalar, qanaqadir kompressorlar, 12 oydan ko'p, 15 oy, 16 oy производствоsi talab qilinadigan narsalar kiradi. Bu ishlarni proyekt menejerlar, planerlar, ya'ni заказчикlar отдельно e'tibor qiladi, har oy tekshiradi. Qanaqa производство ketyapti, vendor nima qilyapti, qaysi stadiyada, kerak bo'lsa o'zini ishchilarini yuboradi, quality controlga, ya'ni check qilishga yuboriladi заказчикni zavodiga. То есть vendorni zavodiga. Da, bu critical path'da bu отдельно alohida analiz qilish kerak, uni boshqarish kerak. Aha. Ikkinchi anavi bor, near critical path, ya'ni critical path bor, bu juda kritik. Near critical path, ya'ni critical pathga yaqinroq. Bu hozir kritika emas, balki kelajakda kritika bo'lishi mumkin. Tushundim. Xo'p. Do'stlar, agar savollar bo'lmasa, agar bo'lsa bemalol oxirgi savollar bersalar, chunki vaqt ham deyarli hozir o'zim kelmayman, menga hozir 7 ekan, manimcha O'zbekistonda 11 ga yaqinlashib qoldi. Shunga savollar bo'lsa bemalol. Savollar yo'q. Aka. Xo'p. Alisher aka, shunchalik kechroq bo'lsa ham shunchalik vaqt ajratib, o'z tajribalaringiz bilan shunday ma'lumotlar dashbord ochib bera olmasangiz kerak, qanaqa sekret kompaniya informatsiyasi bo'lsa ham shunday bemalol ochib ko'rsatib berib, shunchalik ma'lumotlaringiz bilan, tajribalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'ylayman, hamma uchun bu dars master class, ikkita master class hamma uchun foydali, juda informativ, mana ma'lumotlar bilan juda foyda bo'ldi deb o'ylayman. Kattakon rahmat Alisher aka, juda xursand bo'ldim. O'zim uchun ko'p foydali bo'ldi. Rahmat. Rahmat Alisher aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.